yanasi. Ha? Bir siz ham bachalar bir qarasangiz bo'lmaydimi? Yana nima bo'ldi? O'tirib svecham ko'ribdi-da, odamlarning bachalari chet el o'qiydi-da. Bitta qo'shnimizni bachasi Amerikaga o'qiydi, bittasi yana Turkiyaga o'qiydi. Bizaniki qishloq maktabidan boshqa joyga chiqmaydi. Bizlar ham orzu havaslarimiz bordir. Turkiya emas birinchidan, Turkiya. O'zingga kalla bo'lmagan ekan bachalarga qayerdan bilsin? Menga qara. Amerikaga o'qisham, Koreyaga o'qisham hozir hech narsa bo'lmay qoldi. Faqat ta'limga investitsiya kiritish kerak. Bilsang, eng yaxshi sarflangan pul bu ta'limga sarflangan pul. Top kelgan pulimni sandig'ingga tiqib qo'ysang, bolalarimiz nima bo'lsin? Ularni ta'limiga pul ajratsak, yaxshi joylarga o'qsa odam bo'ladimi? Yoki mana bu yerda o'tirib, odamlarni ko'ra olmay faqat g'iybat qilganingdanmi? Odam Yo'q, tavba qilib, men nima yomon bo'laman? Bu uyga kelgan paytim uyingizda devori yo'q edi-ku. Sizda pulni sarflashlarga men bo'laman-ku, biringizni ikki qilib o'tirdi. Agar qattiqligim bo'lmasa edi, hayt, chi ham bo'lmasdi. Obbo, kelib man seni managingni ochdimmi? Chiq, men seni bir joyga aytaman. Qaysi go'rga aytasiz yana? Maktablarning eng zo'riga aytaman. Ta'lim bilan tarbiya birlashgan maskanga boramiz. Ketdik. Oytijonlar, farzandlaringiz kelajakda ham aqlli, ham bilimli, ham kelajagi porloq inson bo'lib yetishishini istaysizmi? Unda siz ana shunday orzular ro'yobga chiqadigan maskan Muhammad Ali Shonqulov asos solgan yuksalish maktablarining Buxorodagi yagona tarmog'i G'ijduvon yuksalish maktabiga tashrif buyuring. O'rgilaylar yuksalish maktabida qabullar allaqachon boshlanib bo'ldi. 1-sinfdan 10-sinfgacha bo'lgan bolajonlar uchun 1.800.000 so'm. Tayyorlov guruhidagi bolajonlar esa 800.000 so'm. G'ijduvon yuksalish maktabida matematika, ingliz tili, koreys tili chuqurlashtirib o'rgatiladi. O'quvchilar 1 yil davomida 50 dan ortiq kitoblarni mutolaa qilib, keng dunyoqarash hamda chuqur bilimga ega bo'ladilar. Darslardan so'ng esa sport, dasturlash va robototexnika to'garaklari tashkil etilgan. Uzoqdan kelib o'qiydigan o'quvchilar uchun zamonaviy yotoqxona hamda 4 mahal issiq ovqat tashkil etilgan. 1-sinfdan 11-sinfgacha maxsus yuksalish darslari asosida olib borilayotgan ta'lim farzandlaringizning aqliy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi. Yuksalish maktablari. Ta'lim va tarbiya birlashgan maskan. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda raqam qoldirdik. Manzil G'ijduvondan Buxoroga ketaverishda Shofirkon Powerda joylashgan yuksalish maktabi.